obunachilarimizdan savol keladi. Doktor, psoriaz u qanday kasallik? Kasallikka bo'lgan munosabatiga qarab ikkita turga bo'linadi. Buni olimlar ham shunaqa deyishadi. Psoriaz bu allergik holat. Ya'ni teri allergiyasini bitta ko'rinishi deyishadi. Boshqa guruh olimlar, boshqa guruh shifokorlar psoriazni autoimmun kasallik deyishadi. Ya'ni tanamizga nisbatan ishlab chiqariladigan antitanalar tanani o'zini ana shu psoriaz bilan jarohatlanishiga sabab bo'ladi deguvchilar ham bor. Yana bir guruh shifokorlar aytishadiki, to'g'ri bu autoimmun kasallik, lekin ana shu psoriaz autoimmun kasallikni namoyon bo'lishi uchun tanada allergiyaga moyillik, o'sha irsiy moyillik mavjud bo'lishi kerak, shunda psoriaz namoyon bo'la boshlaydi deyishadi. Endi aniq bu qanaqa kasallik degan savoliga mana bu bunday kasallik degan aniq javob haligacha yo'q. Psoriaz o'zi terida namoyon bo'ladi. U yosh tanlamaydi, jins tanlamaydi. Mana shunaqa holat o'sha tanada turli o'sha toshmalar bilan namoyon bo'ladi. Toshmalar ham mana qipqilanish xususiyatiga ega, unga agar tegadigan bo'lsak, qonash xususiyatiga ega va o'sha qattiq qipu qazg'olar to'kilib yurish xususiyati bilan namoyon bo'ladi.